Assalamualaikum. Öğretmen. Ha, yaxshimisiz? Sizga ilhom nabisi? Ha. Bak hoşam ketdi, emish qizval degan narsaning bag'i. Ya soat qancha bo'lib ketdi, men nachida dedim. Emish qizvallarga bilan qo'g'avadan saqlashga odat bo'lib qolgan şeydi. Kamida dedim. Ya burada dostum gelgen buyurtay. Parayı o. Yaxshimisiz? Sizni öğretmen degan. O şuma. O ham petchatdan kelsiz o o'tiraman. Avstriya emas, Avstraliya. Ha, Avstriya. Ya bey. Ya hadi kan torch qalamoqdan o'taram. At kesra dibanim bu yaxsa o'rnab qo'yadi, ma'butni birma ma'butim kes deyjima deb qo'yay. Ya ma'butim batda dash mayli telefon qilay ya. Ha, xo'sh. Imyaysa? To'g'ma? Gap qilaylik. Ha. Savol so'rasam bular? Tekshirib so'ramaydigansiz? Men odatda Avstraliyani tushunadigan xizmat qilish jarayonida xizmatdoshlardan chiqarib olamizlar. Masalan, ishimiz to'y qilib qolsak, qo'zg'ala olamizsizga? Manda yozam bana qilaqan. Qanda qilibdim og'inamning tekni chaqirma, qisam kiloda birdan yasayman. Ashkinsindama. Men odatda Avstraliyada opam bilan turmaydigan opamga mujgal. Agar ishimiz to'y qilib qolsak, men opam bilan chuqur bildirishimiz kerak. Buni sizga Sizning alfonni taqdirga kelganman. Alhamdulillah, bir mabad chiqardim. Anamniki to'y qilaman. Anamniki birga bo'lmamda. ay, meni ozgina ishim bor deyman. Ya qarang, men kaytda dibarim o'rnab qo'yib ish o'ynaymiz qarang. Hey. Ay, mama. Ben kendimde kaynak sonlara çiğ tutmak çok gelmem. Ha, gideceğim. Göç baba deşkini. Kavaktan 10 lira. Sıkı olup bunu. Hakikaten bunu kanatma sunucu özel döneme. Bundan kısımda gideceğim ya.
başka bazılarda köngül ketmeymez ha. Avustralya'nın apamdan tutma. Toykut olsa apamdan çok öyle götürüşümüz gerek. Onu kabul bağlansız. Endi ikimiz bir balığı toplagandan keyin birga pula. Kichik. Hoş. Sağ qilma. Sen 99 yıl. 99 yıl. Pişman bugün kurucu. Otuz oldu. Bu da yok bir tane. Var mısın pula? Var mısın? Soğuk kesin. Undep. Can! Bir de tez baştan gün. Avazını çıkar. Öğrendi de bana boltuna uygulandı. Yeni bir bal nerede? Ben baktım. Yağmur Bey. İhtiyat hocam. Bugün hava taza yaşadınız. Ne kapatayım? Yaşar gitmemezsin. Üçüncü olay yağmur kalmay mağazanız kararında söyleşinize geldi ha. Kim bunu Selçuk ya? Kalın. Ha? Bir şey toplayayım mı? Ay, ben yeni isalat bırakıp koşup vereyim. Ne sakla oturasın ağzı bir çıkmayın. Tamam. Kızca, ihtiyatla. Efendim, sizin ne lazım? Bir stakan kahve. Sen sakla oturun. Efendim, sizin kahveniz. Yanına ne lazım? Hey Santro. Vay, opa, oltun satın pölün mu? Ha, bakın. Yat da keminde. Ha, bak. Yaşasız. Sizinle bir... Bu ne içeceksiniz? Ya, sıkıntı. Vay, opa, gözümün içi çıkarttı baba dur. Şimdi bana bak. Sual sorsam. Arkanda sıvabı tuvalete sokun. Vay, opa, son sorayım ben ne? Hey, utan! Ay! Hasan kılıcı! Ne bu gitti bu? Landık. Ben tutturayım dinle olayı.
Keyfiyatınız da yaxshi Çık emas. yakmaya başlayın. Siz bu yerlik emaskansiz ya. Qanaqa qilamiz? Bir qarab qo'yinglar. Men Avstriyada o'qimayman. Ha. Hammamning aholisidan bugun yigit turmush qilib yurdik kelgan. Bugun 3 yigit bilan turmushdim. 3 yil imtihonimni o'tamdi. 3 yil sintamidimi? Ha. İmtihanımdan da. Hammasi o'xshashgan. Sen. Şuna qatnashgan imtihonga benim qatnashmam. Ulan, benim şovku bilan qo'sham yo'q. Siz qolgan senden chiqqanman. Bo'pti. Lekin mening da qatnashmam bor. Bir timot ketdim. Radioni olsam ichib qo'yay. Sual. Javob. Ben Avustralya'da xizmat qilish jarayonida chiqarib, xizmatdoshlar bilan bo'lmayman. Agar ikkimiz to'y qilib qolsak, shuni qabul qila olamsizmi? Bu degan odatga qoldi. Hozirgi zamonda erlarning ayol xizmatdoshlari bo'ladi. Ayollarning er xizmatdoshlari. Bu to'g'ri tushunish kerak. Lekin hozir davrda tirishib ishlab o'rtaqsa, yaxshi turmushni so'zlashga bo'ladi. Kichkina savolim. Men Avstraliyada opam bilan bildirmayman, opam bek og'riqchan. To'y qilib bo'lgandan keyin opam cho'qib bizdan bildirish kerak. Siz buni qabul qila olamsizmi? Hey qizcha, siz meni rostilla kiraga so'rab qoldingizmi? Ha? Siz kiraga emasmi? Ben kiraga emas. Meni dadam kichigimda vafot etgan. Benim opam yetgan. Abamın taqqan jafosini tushdi. Ben oliy maktabga kutib bo'lib, endilikda shirkatda qildim. Shirkatim xeyli yaxshi ketib bordi. Ben sizga o'xshash hozir bir baxtli turmush qura olmayman deb qo'ydim. Lekin muvaffaq bo'lib tushirdim. Ben bu to'g'risam chuqur opam bilan bilib turishim kerak. Agar siz bilan to'y qilib qolsam, opamizni o'zi qo'ydik. Bu şirketimizin ismi Hey, qattiq tushundim. Siz qaysi yerdan chiqdingiz? men odatda chet elda turganim bilan Uyg'urlarning kiroram orqali aytishibman. Siz yaxshi ko'radigan shu aytlar. Meni shirkatdan chiqasiz. Bir şey topla ya. Bakacağız. Qanchalik Ha, bo'ldi. Voy, yo'q, siz beni Bundan ovoz sonra qilib. niye bizden koyacağız? Yo'q. Hey, unda da. Rahmet etmek olsanız. Keyin. Bana. Men chiqib qoldim. Rahmat-da. Men nima deyman? He?